Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар Шинжаң Халық Нәшрияты 2000 yılı 1 ayda nəşr qılğan roman İli Dolqunları. Avtori Abdurrahman Qahar. 1-ci qism. 11-ci bab. 2-ci. Bir neçə gündən beri şəhərdən kilayotqan ənsiz xəbərlər Əxtəm bayның ailəsiga vəhimə saldı. Bolubmu bayның xotini Hörənsaxan ənsizlikə düşüb nimə qılarını bilməy qaldı. Uning qo'li ishqa barmay, yuragi dukildab birdam hovliga chiqatdi, birdam uyga kiratdi. U shundoq dakka dukkida kechachimi uxlayolmay, to'lg'inib chiqqan edi. Oxir toqat qilolmay, amdila ataganlik choyga o'ltirgan eriga vaysashqa boshladi. Nimandoq quduqqa tushib ketgan odamdek unsiz o'ltirdilar. Varisjonni qandoq qilamiz? Shuncha balo qazoni ichida yuribotsa. Nima qil deysan? U mo tirikjon bo'lgandikin bir ishning yo'lini qilyotadigandu, dedi Axtamboy ancha iran qilmay. Tova qildim, xudoyim, davatgan gapini shuncha xalq yolg'on aytamdu, ko'rib chiqqanlar davatmamdu. Har kuni kechasi uzildirmay odam tutibdi. Tut qilyotganlar gimnaziyada eng ko'p deydi. Yiroq yerning gapi har yog'zi degan gap bor. Unchilikmi emasdu. O'zini munchlik ansizlik salma, dedi Axtamboy xotinining ko'nglini tindirmoqchi bo'lib. Sili tala odami bo'lgandikin shahardagi ansizchiliklarni mendan mo'jiq olganlar, dedi Hörənsaxon va texmu chechilib o'z-o'ziga so'zlab ketdi. Jinim balamni qandoqmi qilarman? Oli to'polonning ichida sen kimning bolasi deb surishtirib turatdimi? Shuncha ishlar bo'layotsa, hech nima ko'rmagandek yurayotganini qaramamdigan. Ayol ko'z yoshi qildi. Axtamboy shahardagi odam tutishlarning barg'ansiri avj ilayotganligini anglagan. Biroq gimnaziyada o'qiyotgan o'g'lidan xotirjam edi. U Hörənsaxondek vahimaga tushib ketmagan edi. Xotinining ansizlikka tushib vaysab ketishlaridan ham yangidan yangi xabarlardan mana amdi o'zimi bir oz vahimaga tushib qoldi. Atimolim qari qilgan saqilini silab turib, qandoq nodamni kirgizaylimi? Dedi. Davatqinini bu chaqqicha shaharga yetib borgan bo'lsa bo'ladi, dedi Hörənsaxon ochiqi bilan. Axtamboy ichayotgan chiyni tashlab o'yliga chiqdi-da varqirdi. Nodam! Oy, nodam! Nodam bo'g'iz etyotdi. Boyning unini anglab, kipak yuqi qo'lini uvlab ig'ildan chiqdi. Bo'l balam, xodikni qo'shib shaharga tush, varisjonni ilib chiq. Nodam kayniga burilib lapas ostidagi kichik uydan shiliya xomutlarni quchoqlab ko'tarib chiqdi va lapas ostidagi xodikni so'rab hovlining o'ttirsiga ilib keldi. Andin bo'g'iz yeyotgan qora otning bo'ynidan turini oldida arvaga qo'shishga boshladi. Axtamboy uydan faqat xodik harvaga silish uchunla to'qitgan qizil gilamni ilib chiqib, harvaga bir ot qo'shilganligini ko'rib nodamga dedi. Bir ot qo'shqining nimasi? Mang yugur, qochqini yonda. Hörənsaxonmu saroydan ko'k yo'lliq uzun yekandozni ko'tarib chiqdi. Nodam harvaga gilamni yetib soldi-da, qatlangan ko'rpini kayniga qo'yib qo'ydi. Chiyni ichib tizmang. Axtamboyning gapi oxirlashmay turibla, Hörənsaxon yana qapqini turdi. Yana choy ichib davatidligu, men aldirayman ketgini, hech kim aldiraydi yotqili deb tova qildim. Odamning jiniga tegib, munu odamning gapini bir parcha non ilib mangmamdu. Amsa non ichiqib bermamsan? Axtamboy xotiniga gulaydi. Shu asnoda bayotin biri bo'layotgan gaplarni anglab turgan Goyit juvozxonadan chiqdi. Par ot qo'shilgan xodik tayyor bo'lgan edi. U darvozaning ikki qantini ochdi. Uchqandakmi? dedi Axtamboy. Shaharga kirganda orqa ko'chlardan o't. Yo'lning o'y cho'nqurini bayqa. Odam yig'ilgan yerlarga yo'lima. Voy sho'rimay, unutib qolg'ili tas qaptiman. Hörənsaxon yana chalvaqab so'zlashga boshladi. Rayhon aynimi billa ilib chiq. Qiz bola degan shuncha qalamaqanchilik ichida yursa bo'ladimi? Nodam harvaning girvikida o'ltirib, bo'jini silkidi. Xodik darvozadan chiqdi. Goyit darvozaning qanotlarini yopdi-da, uning yiniga kelib kulimsirab pichirildi. Ko'rdingmi? Xo'jayinlarning jini sirqiravotidi. Ha, yo'lakchilari tipirlavotidi-da, dedi Nodammu pichirlab. Atganrak chiqishga tirish.
Yenik harva jaranglab birdamdala mahalladan uzab chiqib ketdi. U harvani ko'tama eriq ko'vrigidan o'tkazmay, otlarning beshini burab, ko'vrik yenidagi kechikka silib sug'ardi. Andin eriqdan o'tib, o'ng'a burildi-da, bir jup majnuntal ostidagi suzuk buloq yeniga kelib to'xtadi. Xodikdan erg'ib tushib, baya o'rinsaxan chiqib bergan nonni ilib, atganlik nashta uchun buloq tuviga keldi. Bulaq suyu bulduqlab turgan kichik qaynamlardan etilib chiqatdi. Bulaqning girvaklaridagi yalpuzlar texichila ko'kirib, suzuk suda yuyulib yaltirab turadi. Suvning tagidagi qum va ushshaq toshlar valildab, allaqandoq go'zal ko'rinishlari bilan kishini o'ziga maftun qiladi. Bulaqning atrofi chimliq bo'lib, yo'lovchilar har qachon bu yerdan o'tsa, birdam harduq olmay o'tmaydi. Nodam yuzini chapinining peshiga, qo'lini ikki qo'ltiqiga tiqib eritdi-da, andin nenini suvg'ichilab yeyishga boshladi. U nenini yeb bo'lib, o'chimlab bir necha qatim suv ichdi. Andin uzun yekandozni 4 qatlab ostiga silib o'ltirib, harvini ichdi haydab mandi. U shaharga mushu xodik harvini haydab bir necha qatim kirgan. Hech qachon mushundoq ozoda, erkin o'ltirib kirmagan edi. Uning yanida ko'zingga qara, oldirma deb o'ltiradigan Aqtamboy yo'q. Yoki ishtikay desangchu, nimandaq so'ralmili qilasan deb chayondek chiqib o'ltiradigan o'rinsaxonmi yo'q edi. Nodam yumshoq ko'rpada rahatlanib o'ltirib atrofga sap salatdi. Etizning sap havosidan nafas ilib ketib borgan Nodamning xiyoliga boyning hilila qurudagi koyishlari, hukumatga qarshi chiqqan chiriklarga musht atgan deb kimlarnidir tillashlari keldi. Nomussiz boy deb nafrat bilan pichirildi u. Sen tillayotgan kishilarning oz kunda nima ishlarni tavirtadiganligini ko'rasan. Sen bosh qo'yayotgan chiriklarning nima kunlarga qoladiganligini ko'rasan. Elimi yaxshi, yoqongdan ilib yerga urg'ini. Bo'lmasa qanchalik xushomadchilik qiladinkin? Nodam xiyol bilan shaharga kirib qolganini to'ymay qoldi. Uningga shahar odamlari jiddiylashgandek, bir-biriga gumonsirab qarashayotgandek ko'rindi. Nodam harvasini haydab maktab qurosi ichiga kirdi. Maktab ichida Wang Chung, Shavqun Surandin, turlik tantarbiya harakatlaridan qilcha asar qolmagan bo'lib, o'quvchilar to'p-to'p bo'lishib, ansizlik bilan parangs qilishyotadi. Maktab ichini sur bosgan, qandaqdir bir vahimalik jimjitlik hukm suratdi. Birdam o'tmayla ko'zlari parqirab qolgan varisjon yetib keldi. Omonlik so'rmayla. Nimaga tushding? Nim bo'ldi? Dedi ansizlik bilan. Seni darhol qaytib chiqsin. Shaharda turish xatarlik deb meni tushirdi, dedi Nodam. Rayhonay degan qizni mobilga ilib chiqsin, dedi. Nayt yaxshi, toz vaqtida tushibsan, dedi Varisjon. Men Rayhonni izlab topay, saqlab tur. Varisjon shundoq dedi-da, oldirab yurib ketdi. Nodam maktab ichidagi o'quvchilarning harakatlariga sapsilib qarab turadi. Hayal qilmay rangi o'chgan Varisjon o'ttir bo'yliq, zilva, qosh kirpiki to'kilib turadigan o'ynoq qo'y ko'zlik, o'ng mangizda bir tal xoli bor bir qizni boshlab keldi. Mana, dadam mushu harvini tushiribdi. Opam qiz bolaning shuncha qalamqanchilik ichida turishi yaxshi emas, debdi, dedi Varisjon ikkilanib turgan Rayhonga. Qiz Nodamning cho'ruq tortib olgan putlariga sapsilib qaradi. Bu kim bo'ladi? Bu bizning Nodam degan molimiz. Dadam ilib chiq deb alaydan tushirgan. Chapsan bo'ling, chiqib ketayli. Boshqalarmi ketyotadi-ku? Amsa opamdan so'rab mangayli, dedi Rayhon. Cho'ng opam baribir unaydi-ku. Uyga berib choy ichib, opam bilan xo'shishib mangarmiz. Ular harvaga tushib maktab qurosidan tez chiqib ketdi. Rayhonni ilib chiqib ketish Varisjonning ko'ngildagidek ish. Shunga u nihoyatda xushal edi. Ular Rayhonning uyiga keldi. Varisjon uyiga oldirab mandi. Qiz Nodamga qarab, "Yuring, choy ichib mangamiz", dedi. "Rahmat", dedi Nodam baylarga bo'lgan nafratini ifodalaguchi qo'pol ovoz bilan. "Baya tamoq yedim." Qiz Nodamga tikilib qaradi. Qo'yuq qora qosh, o'ychan ko'zlari to'limu chiroyli, burti amdila xat tortgan yigit qizdan ko'zini qochirib yerga qarab turadi. "Yuring, tortinmang." Qiz Nodamning kir chapinining yangidan chimdib tutib tortdi. "Bo'ldi, Rayhon", dedi Varisjon kayniga burilib. "Nodam harvasini jo'ndab tursin. Biz cho'ng opam bilan xo'shishib chiqayli."
Qiz Nadamga yenishlab qarab uyga mangdi. Nadam bir tasmini yeshish bilan avara edi. Hovliga kirgandan keyin Varisjon, "Nimancha qilasiz? Uning jo'ldarab turgan kiyimlarini tutqiningiz nimasi?" dedi. "Malay bo'lsa-mu odamg'u?" dedi qiz norozi bo'lib. "Ular bo'lg'achqa bizning ninimiz butun, Varisjon." "Kitobiy gap", dedi Varisjon kulib. "Kitobda yozilganini turmushga ko'chirib akilishga bo'lmaydi, Rayhon. Ammo haqiqatni iqror qilmaymi bo'lmaydi." Ular talash tortish bilan uyga kirib keldi. Ularni xilidan keyin Gulsumxon mo'may uzitib chiqdi. Varisjon bilan Rayhon Xodikning kayniga silingan yekandozning ustida o'ltirdi. Nadam harvida o'ltirmayla otlar o'zligidan yurib ketdi. Rayhon yinida o'ltirganligi uchunmi Varisjon nihoyatda xushal edi. U birda Nadamga, birda Rayhonga chaqchaq qiladi. O'zicha yo'qolan ishlarga qaqoqlab kuladi. Turupla g'ingshib naqsh etib qo'yadi. Mana, harva jaranglab Xitoy bozoriga keldi. Bu yermi ovqatchilarning qaynagan yeri. Ovqatchilarning tili bilan aytganda, Xudoning nazari tekkan bozor edi. Varisjon harvini to'xtatib, Nadamga pul bilan qo'l yog'liqini uzatdi. "Yugur, samsili bo'layli." Nadam oshpuzilga qarab mandi. Kishilar harvining keynidagi yo'lanchukka yo'linib o'ltirgan Varisjon bilan Rayhonga zo'qlangandek qarashatdi. Varisjon odamlarning qarashlaridan baxt va cheksiz huzur his qiladi. Oshpuzildan mazalik tomoq va haroq ichib, chala mast bo'lgan bir ofitser sal daldangshigan holda chiqib keldi. U harvaga yiqilib keldi-da, Varisjon bilan Rayhonning bosh oyog'iga qarab turib qoldi. Varisjonga yaqin kelib, "Bu par at qo'shilgan esli harvini seysiga tutaman-g'u deyman", dedi hijiyib. Varisjon, "Yo'q, bu bozorda kira qildigan harva emas, sahrodan kirgan", dedi. "Sahrodan bo'lamdi, shahardan bo'lamdi, hammaga saysi bor. Oldiga o'tib harvin hayda, meni opirib qo'ysan." Chiroyi sarg'ishqa boshlagan Varisjon harvadan tushdi. "Biz gimnaziyaning o'quvchilari, uyimizga chiqib ketib bormiz", dedi u. Qo'lyog'liqqa chigilgan samsini ilib kelgan Nadam ofitserga qarab turib qoldi. Ofitserning ko'zi Rayhonga tushdi. "Oho, bu chiroyli xonimni qaramamdigan. Yiningizda o'ltirsam qarshi chiqmassiz, chiroyli qiz." "Hurmatli ofitser, biz uyimizga ketib bormiz." "Oppoq qiz, shahardagi lukchak o'g'rilarning harakatidan qo'rqib ketgan o'xshamamsiz?" Ofitser haroqning kuchi bilan atrofda turgan odamlarni bir necha kundan beriqi o'ziga yepishgan qo'rqinch va ansizchiliklarni biraqla unutib, hijiyib qizga yaqinlab keldi. "Neri tur", dedi qiz nafrat bilan va uningga yuzini o'rdi. Harvaga odamlar o'lashdi. "Ofitser janoblari", dedi Varisjon uningga yolvorib, "bizni yo'ldan qo'ymang. Aqtambayning bolasi bo'lmaymiz biz." Nadam ofitsergami, Varisjonga g'azablanib qarab turadi. Ofitser Varisjonga, "Sizning boylig'ingizdan bu qiz necha hissa ustun", dedi va qizga qarab hijaydi. "Hayotingizning xotirjamligiga faqat menla kepillik qila olayman. Nimancha sapra mijoz bo'lib ketdingiz? Sizdek go'zal qizlarga mundoq qilish yarashmaydi. Manga qarang, oppoq qiz." Ofitser Rayhonning inkini tutib edi. Rayhon harvadan irg'ib tushdi-da, uning kachtiga kuch bilan birini soldi. Ofitserning ko'zlaridan o't yenib ketdi. Qizning bu mardligiga atrofda turgan odamlarmu, Nadammu hayron qoldi. Endi ish cho'ngishqa boshladi. Rayhondan kelishtirib bir kachat yeb, saproyi o'rlab ketgan ofitser, "Yaxshilikni bilmaydigan hayvon", dedi-da, yinidan tapanchisini sug'urib oldi. "Yurakingning cho'ngligini ko'rsatib qo'yay sana. Aldam tushmang, hili o'lsam bo'lmasa." Varisjonning jon pini chiqib ketdi. Ko'zining oq paxtasini chiqarib, uning oldiga berib yelinishga boshladi. "Jinim aka, nima desangiz beray, xudo haqqi, bizga rahim qiling." U yig'lamsirab ofitserning mo'risini silashga boshladi. Ofitser uni ittirib etib, Rayhonga esildi. Bayotin beri g'azbini aran besib turgan Nadamning hech toqat qilg'uchiligi qolmagan edi. U shundoq tez kelganicha kuchinib turib, ofitserning quloq tuviga bir musht soldi. Tuyuqsiz berilgan bozg'andek ig'ir zarbidan u o'ngdisiga tushdi-da, yetibla qoldi. Qo'lidagi tapanchasi nagadir qonqib tushdi.
Texi bayla Varisjonning kamsitishiga yo'liqqan bu malay yigitga atrofda turgan odamlar opirin etishib ketdi. Yaraysan yigit, atangga rahmat. Ajab bopilding bu munofiqni. Nodam aldirab dedi. Bo'linglar, arvaga chiqinglar. Nodam qamchisini pulanglatish bilanla chopqan para ot arvani Xitoy bozoridan noiti tizla ilib chiqib ketdi. To'padangning keng ko'chasiga chiqqanda u otlarga qamcha silib bo'lishiga qo'yib berdi. Lekin shuncha tez chepib ketib borgan otlarga qanoat qilmay, Varisjon o'ngsili o'chgan holda ko'zlarini aloq-jaloq qilib, "Voy, bo'l, kaynimizdan kelib qolsa o'lgunimiz shu" deb o'ltirolmay qolgan edi. Dahshatlik qo'rqinch bilan bir oldiga, bir keyniga qaraydi. Nodam bo'lsa, xuddi uning so'zlarini anglamagandek, anglasimi pisand qilmayotgandek shundoq tamkin va xotirjam o'ltirib ketib boradi. Rayhonchu, u yeshi bir-biridan ancha farqlanmaydigan bu ikki yigitning qiliqlariga, ruhiy holatlariga, mijoz xulqiga sapsilib, nimalarnidir o'ylab, jimjit o'ltiradi. Uning ko'nglida o'ziga keynini qilib o'ltirgan bu qo'rqimsiz, mard malay yigitga nisbatan bir xil rozimanlik va hurmat paydo bo'lgan edi. U yigitga chin ko'ngildan rahmat etishni xohlaydi, lekin yigit qayrilib qo'ymaydi. Harva To'pidang mahallasidan uzab chiqqanda Nodam otlarning beshini o'zi bildigan etiz yo'llarga burdi va otlarni bir xil chipishga tushirdi. U shu vaqtda qiz to'g'risida o'ylashga boshladi va qizga qarab qo'ydi. Qiz kulimsirab o'ltiradi. U qizni qayerdadir bir yerda ko'rgandek qiladi. Rayhon shahardagi o'rta darajalik bir savdogarning yolg'iz qizi bo'lib, Ahtambayning xotini O'rinsaxonga Shiram tuqqan keladi. U dadasi o'lib ketgandan keyin onasi Gulsumxon bilan yolg'iz qolgan. 6 yillik maktabni tugatgandan keyin Ili Millatlar gimnaziyasiga kirib o'qiyotdi. Qiz kichkidan tartibla kitob o'qishga, masalalarga yo'liqsa fikr yurgizishga rizqman bo'lib o'sgan. U har yili ta'tilda Ahtambayning cho'ng big'iga dam olishga chiqadi. Nodam boy qo'rosiga malay bo'lib kelgan yili bu qizni bog'da eriq qirida kitob o'qib o'ltirgan yerida ko'rgan. U chog'da qizmi kichik edi. Shu chog'da Nodam bog'da suv tutib yuradi. Oq popilinda iskatlik ko'nglak kiygan, kitobdan beshini ko'tarmay o'ltirgan bu qiz Nodamga noiti chiroyli ko'ringan. Suv toshqinlab ketib, qizning atrofini suv besib ketgan. Qiz o'rnidan chachrab turib, nozik harakat bilan "Voy bala, qo'limni tortqina" degan. Nodam tortinibroq kelib, qizning qo'lidan tutib, suvdan o'tkazib qo'ygan. Mana bu yiqimli holat Nodamning esidan bir necha oygacha ketmagan. U shuningdan beri qizni ko'rmagan edi. Oradan 4-5 yil o'tib mana amdi ko'rib turibdi. Uning ustiga ofitserni bir qachat urganligi, uning vijdonli qiz bo'lib o'sganligini ko'rsatib turadi. Otlarning to'xtamay chepishi bilan ular birdamdala mahallaga yetib chiqdi. Ular darvozadan kirganda Harvining unini anglab, Ahtambaymu, O'rinsaxonmu uydan chiqqan edi. O'g'lining salomat chiqqanligini ko'rgan O'rinsaxonning yuragi o'rniga tushdi. "Voy, jinim bollarim, salomat chiqdinglarmi?" dedi O'rinsaxon. "Ajabmu ansirvidim sizlardan. Qandoq Rayhonay, Gulsumxon odamning ahvoli yaxshimi?" "Yaxshi, hammanglarga salom aytdi", dedi Rayhon Harvidan tushib o'tib. Nodam targa cho'milgan otlarni Harvidan chiqirishga boshladi. Tut qilyotidi devidi, jinim chiqay dedi. "Shahar ichi qandoqroq?" so'radi O'rinsaxon. "Qandoq bo'ladi?" dedi Varisjon boyqi qo'rqinchlarini unutib, hech narsani pisand qilmagan qiyofatda. "Yomon odamlarni, hukumatga qarshi chiqqanlarni tutyotidi." Shundoq bo'ladi albatta", boy tasdiqlab so'zladi. "Degan bilan biror peshkanlikka uchirmay chiqibsizlar. Nadikini toz qoldiq piyoda qolg'ili. Ha, nim bo'lib?" so'radi Ahtamboy. "Harva saysiga mangsan deb xili kunni soldi demamsan tixi. Ahvolni tushundirmidingmi?" dedi Ahtamboy o'g'lining so'zining oxirini kutmayla. "Saqchi amaldori o'xshaydi. O'zi mast, tixi Rayhonga chiqilib, ha? Tas qoldi bizni etivatkili. Nodam bir musht urgan edi, yetibla qoldi. Biz aron qochib qutuldik",
bir musht urgan mavi eskilikni qaranglar, Aqtamboy cho'chib ketdi. Ha, Rayhonga changal silib esilgan. Nadam yo'l bo'yi chepib kelgan otlarni qanturib bog'lab, lapas ostidan chiqqan edi. Ochiqi kelib titrab ketgan boy uningga vaqirishqa boshladi. Yaxshilikni bilmaydigan ahmoq, osh yeyotgan tovoqni chiqib, bu nima qilganing, ha? Gap qilmay g'azbini ichiga yutib turgan Nadamning og'zidan munu gap go'yo o'qdek etilib chiqdi. Uning nomussizligiga qandoq chidab turg'ili bo'ladi? Agar ashularning tabaqida osh yeyotgan bo'lsak, bu tomoqni amdi ishti yesin. Undaq tovoqni chiqib, hukm talqon qilib o'tish kerak. Nima? Nim deding, voy tuzkor? Bayning ko'zlari chaniqidan chiqib ketishga tas qoldi. Rayhon Aqtamboyning alpozining buzilganligini ko'rib, gapga aralashdi. Bay ota, bu Nadam noiti mard yigit ekan. Bizni u nomussizning tapanchasidan qutqizib qoldi. Bo'lmasa qandoq oqibatga qolatdikin? Dedi Nadamni oqlab. Har holda, dedi Aqtamboy ochiqi besilmay. Hukumat odamga musht etish, osh berganga musht berdi degan so'z. Ko'ra buning yurkining cho'ngligini, buning oqibatini o'ylash kerak-da. Buning Aqtamboyga keladigan dardisasini hisobga olish lozim-da. Mushtsizmi yaxshi gap bilan qutlug'ili bo'lar edi. O'rinsaxonmi Nadamni ayblashdan qolmadi. Har balo keladi buning qapiqidan, dedi qapoqlarini suzib. Sizlar ishning haqiqatini ko'rmadinglar, dedi Rayhon yana oraga tushib. U lukchakka musht halol tegdi. Qani, uyga kiringlar. Bo'lg'uliq bo'pti. Nima kelsa o'zi ko'rar, dedi O'rinsaxon ularni uyga boshlab. Varisjon bilan Rayhon kiyimlarini qiqishib uyga kirib ketdi. Nadam bo'lsa xodikni so'rab lapas ostiga mandi. U bugun kechida Anvar apandining yotqiga yig'ildiganligini unutmagan edi. Davomi bor.